2026-yilning yurtimizda mahallaning rivojlantirish va jamiyatning yuksalish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisiz? Yangilikni eshitdingizmi? Prezidentimiz kelayotgan yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildilar. Siz mahalladoshlarimni xursand qilgan bugunning eng muhim yangiligi ham shu bo'lsa kerak. Muborak bo'lsin barchamizga. Prezidentimiz Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga murojaatnomasini tinglab rosa ta'sirlandim. Siz bizga juda manfaatli bo'lgan ko'p yangiliklarni aytdilar. To'g'risini aytsam, qay biridan boshlashni bilmayapman. Yangi yilning nomida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish uchun alohida davlat dasturi qabul qilinadi. Ushbu dasturda yurtimizdagi 9000 dan ziyod mahallani avvalo mehr-oqibat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish kabi dolzarb masalalar o'z ifodasini topadi. Kelgusi yildan mahallani rivojlantirish bo'yicha kompleks yondashuv joriy etiladi. Har bir viloyatda 2-3 tadan tumanni tanlab, hamma mahallasidagi barcha muammolarni bir vaqtning o'zida hal qiladigan tizim yaratiladi. Ularda bir vaqtning o'zida tadbirkorlik infratuzilmasi ham rivojlantiriladi. Ushbu maqsadlar uchun barcha manbalar hisobidan 8,5 trillion so'm mablag' ajratiladi. Kelgusi yilda ilk marotaba mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm viloyatning o'ziga beriladi. Ushbu mablag'larning har bir so'mi aholi uchun qo'shilgan qiymat yaratishi zarurligi ko'rsatib o'tildi. Shu boisdan bu pullar umuman qaysidir tuman uchun emas, balki mahallada ish o'rinlari yaratadigan, aholini daromadli qiladigan aniq loyihalarga yo'naltiriladi. Bu budjet mablag'larini samarali ishlatishda loyihaviy yondashuv bo'ladi. Kelgusi yilda barqaror shahar platformasi ishga tushirilib, yashash uchun qulaylik indeksini yaratish yo'lga qo'yiladi. Bu indeks orqali shaharlardagi har bir mahallaga xos muammolar aniqlanib, ularga mos yechimlar beriladi. 2026-yili mahallada sanoat va xizmat loyihasi orqali 10 dan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish uchun 5 trillion so'm kredit beriladi. Kredit foizning milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada esa 4% gacha qismi tadbirkorlik kompaniyasidan qoplab beriladi. Natijada mahallalarda 100 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Har bir mahallada 40 tadan mikro loyihani amalga oshirib, 360 ming aholini ishli qilish uchun mahalla banklari va hokim yordamchilariga 2026-yilda yana 7,5 trillion so'm resurs ajratiladi. Prezidentimizning nutqlarida mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksaladi dedilar. Bu meni juda ham ta'sirlantirdi. Aziz mahalladoshlar, keling barchamiz mana shunday ezgu ishlarda birlashaylik. Odamlar birlashsa, mahalla birlashsa, millat bir kuch bo'lsa, oldimizdagi katta marralarga albatta yetamiz.